Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun juda muhim, hayotiy ahamiyatga molik mavzuni muhokama qilamiz. Bu ma'lumot men ishonchim komil barcha nafaqaxo'rlarni, ularning yaqinlarini, oila a'zolarini bevosita qiziqtiradi va tegishli. Chunki bugun siz bilan nafaqaxo'rlar uchun yangi chaqiriqlar, kimlarni komissiyaga ertaga chaqirishlari mumkin degan savolga atroflicha javob beramiz. Bu savol oxirgi paytlarda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lmoqda va ko'pchilik orasida xavotir uyg'otmoqda. Shuning uchun diqqat bilan eshiting. Chunki bu ma'lumot har biringiz uchun o'ta muhim bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda nafaqa tizimida sodir bo'layotgan o'zgarishlar haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishingizni istardim. Buni bilish orqali siz o'zingizni va yaqinlaringizni keraksiz tashvishlardan himoya qila olasiz. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Barcha tafsilotlarni o'rganing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda yordam beradi. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo pensiya tizimi qanday ishlaganiga va hozirda yuz berayotgan o'zgarishlarga bir nazar tashlasak. Ilgari ko'pchilik uchun pensiya tayinlash jarayoni bir marotabalik ish bo'lgan. Ya'ni siz pensiya yoshiga yetganingizda tegishli hujjatlarni topshirardingiz, pensiya tayinlanardi va umringizning oxirigacha uni olishda davom etardingiz. Albatta, ba'zi hollarda, masalan, nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun davriy qayta ko'riklar bo'lardi, lekin bu hamma uchun umumiy qoida emas edi. Ishlayotgan pensiyachilar uchun ham pensiya miqdorini qayta hisoblash jarayonlari bo'lgan, lekin bu asosan ularning o'z tashabbuslari bilan amalga oshirilardi va har doim ham majburiy chaqiruvlar bilan bog'liq emas edi. Ko'pchilik pensiya olishni boshlagach, pension jamg'armasi bilan munosabatlari minimal darajada bo'lardi. Faqatgina bank kartasiga tushadigan summani tekshirish bilan cheklanardi. Hozirgi kunda esa vaziyat biroz o'zgardi. Hukumat nafaqa tizimining shaffofligini oshirish, resurslardan yanada samarali foydalanish va pensiya to'g'ri tayinlanganligini tekshirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu ayniqsa turli xil ijtimoiy to'lovlar va pensiya imtiyozlari soni ortgan sharoitda juda muhimdir. Ba'zi hollarda odamlarning sharoitlari o'zgarganini hisobga olgan holda pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish yoki hatto to'lovlarni to'xtatish zarurati paydo bo'lishi mumkin. Bu jarayon avvalgidan ko'ra ancha faol tus olmoqda va ko'proq pensiyachilarni qamrab olmoqda. Aslida bu o'zgarishlarning asosiy sabablari quyidagilardan iborat. Birinchidan, noqonuniy pensiya olish holatlarining oldini olish. Afsuski, ba'zi shaxslar yolg'on hujjatlar orqali yoki o'z sharoitlarini yashirgan holda pensiya olishga harakat qilishi mumkin. Ikkinchidan, pensiya ma'lumotlarini yangilash. Pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasi muntazam ravishda yangilanib borishi kerak. Chunki pensiyachilarning yashash joyi, ish joyi, oilaviy ahvoli yoki sog'lig'i bilan bog'liq ma'lumotlar o'zgarishi mumkin. Uchinchidan, mavjud qonunchilikka rioya etilishini ta'minlash. Pensiya qonunlari va qoidalari o'zgarib turadi. Shuning uchun pensiyachining holati doimiy ravishda amaldagi qonunlarga muvofiq kelishini tekshirish zarur. Bu o'zgarishlar faqatgina bir necha kishini qamrab olmaydi, balki pensiya oluvchilarning ancha keng doirasiga ta'sir qilishi mumkin. Shu bois har bir pensiya oluvchi va uning oila a'zolari bu yangi tartiblardan xabardor bo'lishlari va zarur bo'lganda qanday yo'l tutishni bilishlari shart. Endi esa batafsilroq ma'lumotlarga o'tamiz. Birinchi asosiy qism. Nimani bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kimga xavotir olmasa ham bo'ladi? Bu savollarga aniq javob berish uchun keling, pensiyachilarning turli toifalarini ko'rib chiqamiz va kimlarni chaqirib komissiyaga chaqirish ehtimoli yuqori ekanligini, kimlarning esa kamroq ekanligini tahlil qilamiz. Birinchi ishlayotgan pensiyachilar. Bu ehtimol eng katta va xavotirlanishi kerak bo'lgan guruhlardan biridir. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz va shu bilan birga rasman biron bir joyda ishlasangiz, sizni komissiyaga chaqirish ehtimoli juda yuqori. Nima uchun? Birinchidan, ishlayotgan pensiyachilarning pensiya miqdori ba'zi hollarda qayta hisoblanishi mumkin. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz va ish haqingizdan ijtimoiy ajratmalar to'lansa, sizning pensiya stajingiz o'shib boradi va ma'lum muddatdan so'ng pensiyangizni qayta hisoblash uchun asos paydo bo'ladi. Lekin ba'zi hollarda agar sizning daromadingiz ma'lum bir miqdordan oshsa, siz oladigan pensiya turining miqdori o'zgarishi mumkin.
Ikkinchidan, pensiya jamg'armasi va soliq qo'mitasining ma'lumotlar bazalari muntazam ravishda o'zaro solishtiriladi. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, lekin rasman ishga joylashgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, bu ma'lumot tekshiruvlar natijasida aniqlanishi mumkin. Bu holatda sizni komissiyaga chaqirib tushuntirish berishni talab qilishlari, hatto ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarishni so'rashlari mumkin. Real hayotiy misol. Oydin opa degan ayolimiz 60 yoshda pensiyaga chiqdi. Pensiyaga chiqqach, u nabiralariga qarab uyda o'tirgan edi. Oradan bir yil o'tib, u qishloq maktablaridan biriga kutubxonachi bo'lib ishga kirdi. Uning maoshi unchalik yuqori emas edi. Taxminan 1 million so'm. Oydin opa rasmiy ravishda ishlagan bo'lsa-da, pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishni unutdi. Chunki u ishlayotgan pensiyachilar uchun pensiya to'lash tartibi o'zgarganini bilmas edi. Oradan 6 oy o'tgach, unga pensiya jamg'armasidan chaqiruv keldi. Komissiyada unga qonun bo'yicha ishlayotgan pensiyachilar uchun pensiyaning ma'lum bir qismi to'lanmasligi kerakligi tushuntirildi va u olgan ortiqcha pensiya miqdorini taxminan 300 million so'mdan 6 oy davomida, ya'ni 90 million so'm qaytarish talab qilindi. Bu Oydin opa uchun kutilmagan holat bo'ldi va unga moliyaviy qiyinchilik tug'dirdi. Shuning uchun ishlayotgan pensiyachilar har doim o'z pensiya jamg'armangizga ishga kirganingiz haqida xabar bering va qoidalarni aniqlashtiring. 2. Nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu guruh ham doimiy nazorat ostida bo'ladi. Nogironlik pensiyasi vaqtincha yoki doimiy bo'lishi mumkin. Vaqtincha nogironlik tayinlangan shaxslar muntazam ravishda tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMIK ilgari VITEK deb atalgan tomonidan qayta ko'rikdan o'tkaziladi. Nima uchun chaqirishlari mumkin? Agar sizning nogironlik guruhingiz vaqtincha bo'lsa, sizni navbatdagi qayta ko'rikka chaqirishlari shart. Bu doimiy amaliyot. Lekin ba'zi hollarda hatto doimiy nogironlik tayinlangan bo'lsa ham qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar tufayli qayta ko'rikdan o'tish talab qilinishi mumkin. Masalan, ba'zi hollarda nogironlikning og'irlik darajasi pasayganligi yoki o'zgarganligi haqidagi ma'lumotlar paydo bo'lsa, pensiya jamg'armasi sizni TMEKka yo'naltirishi mumkin. Real hayotiy misol. Dilshod aka 41 yoshida 2-guruh nogironligini olgan edi, sababi og'ir kasallik edi. Uning nogironligi har 3 yilda qayta ko'rikdan o'tishni talab qilar edi. Bir safar odatdagidek unga TMEKka chaqiruv keldi. Lekin bu safar ekspert komissiyasi uning sog'lig'i holatini yaxshi deb baholadi va unga endi 3-guruh nogironligi tayinladi. Bu esa uning pensiya miqdorini kamayishiga olib keldi. Dilshod aka bu qarordan norozi bo'lib, apellyatsiya bermoqchi bo'ldi. Ammo jarayon ancha murakkab kechdi. Muhimi, unga bu qayta ko'rik muddati yaqinlashgani sababli chaqiruv kelgan edi. Shuning uchun nogironlik pensiyasi oluvchilar o'zlarining nogironlik muddati va qayta ko'rik sanalarini doim eslab yurishlari va muddatlari kelganda TMEKga murojaat qilishlari kerak. Uchun maxsus pensiya turlarini oluvchilar, ba'zi pensiya turlari, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ko'p bolali onalar uchun pensiya ma'lum shartlarga bog'liq bo'ladi. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu pensiya turini oluvchi bolalar voyaga yetganida yoki oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda o'qishni tugatganda pensiya to'lovi to'xtatiladi. Agar pensiya jamg'armasiga bolaning yoshi yoki o'qish holati haqida yangilangan ma'lumot kelib tushmasa, sizni chaqirib tushuntirish berishingizni talab qilishlari mumkin. Ko'p bolali onalar uchun pensiya. Agar pensiyaga chiqqandan keyin farzandlarning soni o'zgarsa, masalan, biror bola vafot etsa yoki oiladan chiqib ketsa, bu holat ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Real hayotiy misol. Gulsara xola 3 nafar farzandi bilan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olar edi. Katta o'g'li 20 yoshga kirganda kollejni tugatdi va ishga joylashdi. Gulsara xola o'g'lining o'qishni tugatgani haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Oradan bir necha oy o'tib, unga komissiyadan chaqiruv keldi. Komissiya uning o'g'li kollejni tugatganligi va ishlayotganligini aniqlagan. Natijada Gulsara xolaga 3 oy davomida ortiqcha to'langan pensiya mablag'ini qaytarish talabi qo'yildi. Bu holatda Gulsara xola majburiy ravishda ortiqcha pulni qaytarishga majbur bo'ldi. Dixt. Hujjatlarda aniqlik kiritilishi talab qilinadigan pensiyachilar. Ba'zan pensiya tayinlashda taqdim etilgan hujjatlarda kamchiliklar, nomuvofiqliklar yoki o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Nima uchun chaqirishlari mumkin? Masalan, pensiya olish uchun taqdim etilgan mehnat daftarchasidagi yozuvlarda xatolar topilsa yoki arxivdan olingan ma'lumotlar bilan
nomuvofiqliklar yuzaga kelsa, pensiya jamg'armasi sizdan qo'shimcha hujjatlar talab qilishi mumkin. Shuningdek, familiya, ism sharif o'zgarganda, pasport almashtirilganda va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berilmaganda ham chaqiruv kelishi mumkin. Real hayotiy misol. Odil aka 65 yoshda, u 2010 yilda pensiyaga chiqqan. Yaqinda unga pensiya jamg'armasidan xat keldi. Unda uning mehnat daftarchasida 1995-1990 yillardagi ish stajiga oid yozuvdagi sana noto'g'ri kiritilganligi sababli ma'lumotlarni aniqlashtirish talab qilingan. Odil aka bu xato haqida oldinroq xabar bermagan edi. Komissiyaga borib, u o'sha davrdagi korxonadan arxiv ma'lumotlarini olib kelish kerakligi tushuntirildi. Bu holatda pensiya to'lovi to'xtatib turilishi ham mumkin. 5. Xorijda yashayotgan pensiyachilar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lib, chet elda doimiy yashasangiz va O'zbekistondan pensiya olsangiz, sizni ham chaqirishlari mumkin. Nima uchun chaqirishlari mumkin? Pensiya jamg'armasi sizning O'zbekistonda yashashingizni yoki yashamayotganingizni muntazam ravishda tekshirishi mumkin. Agar siz biror muddat chet elda bo'lsangiz, pensiya to'lovlarini to'xtatib turishlari mumkin va qaytib kelganingizda. Shaxsan o'zingiz kelib yashash joyingizni tasdiqlashingizni so'rashlari mumkin. Real hayotiy misol. Elmira xola Rossiyada yashovchi farzandlarining yonida 6 oyga yashashga ketdi. U O'zbekistondan pensiya olar edi. U pensiya jamg'armasiga o'zining ketishi haqida xabar bermadi. Oradan bir necha oy o'tib uning pensiya kartasiga pul tushmadi. O'zbekistonga qaytgach, u pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Unga pensiya to'lovi to'xtatilganligini va buning sababi uning O'zbekistonda doimiy yashayotganligini tasdiqlovchi hujjat yo'qligi ekanligini tushuntirishdi. U shaxsan kelib pasport nazoratidan o'tganligini tasdiqlovchi ma'lumotlar asosida pensiya to'lovlari qayta tiklandi. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan guruhlarga kirmasangiz, ya'ni rasmiy ravishda ishlamasangiz, nogironlik pensiyasi olmasangiz yoki nogironligingiz muddatsiz bo'lsa va hech qanday o'zgarish bo'lmasa, pensiya miqdori va tayinlanishi hech qanday maxsus shartlarga bog'liq bo'lmasa, hujjatlaringizda barcha ma'lumotlar aniq va dolzarb bo'lsa, doimiy ravishda O'zbekistonda yashasangiz, unda sizni komissiyaga chaqirish ehtimoli juda past. Ammo har doim ham hushyor bo'lish. O'z pensiya jamg'armangizga bog'lanib turish ortiqcha bo'lmaydi. Yangi qonunchilik va tartiblarni kuzatib boring. Ikkinchi asosiy qism. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonunchilik tizimida bo'lgani kabi, pensiya qoidalari ham ko'plab istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslarga ega. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan xalos etishi mumkin. Bir qo'ng'iroq yoki xatning haqiqiyligini tekshirish. Sizga pensiya jamg'armasidan yoki boshqa davlat organidan chaqiruv kelganda, eng birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish bu chaqiruvning haqiqiyligini tekshirish. Afsuski, firibgarlar ham odamlarni manipulyatsiya qilish uchun davlat idoralari nomidan murojaat qilishlari mumkin. Tuzoq. Firibgarlar ko'pincha pensiyachilarni qo'rqitish orqali ulardan shaxsiy ma'lumotlarni, bank karta raqamlarini yoki hatto pulni o'zlashtirishga harakat qiladi. Sizga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz noqonuniy tayinlangan pulni qaytaring, aks holda bank kartangiz bloklanadi deyishlari mumkin. Qanday tekshirish kerak? Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki bank karta ma'lumotlaringizni telefonda bermang. Sizga qo'ng'iroq qilgan raqamni yozib oling va darhol hududingizdagi pensiya jamg'armasining rasmiy telefon raqamiga, uni internetdan yoki ma'lumotnomadan topishingiz mumkin, qo'ng'iroq qilib murojaatning haqiqiyligini tekshiring. Agar sizga yozma chaqiruv kelgan bo'lsa, u rasmiy blankada bo'lishi, pensiya jamg'armasining muhri va mas'ul shaxsning imzosi bo'lishi kerak. Shuningdek, unda komissiyaning aniq sanasi, vaqti va manzili ko'rsatilgan bo'lishi shart. 2. Komissiyaga bora olmaslik holatlari. Agar sizga chaqiruv kelgan bo'lsa-yu, lekin sog'lig'ingiz yomonlashgani, uzoq muddat safarga ketganingiz yoki boshqa jiddiy sabablarga ko'ra komissiyaga kela olmasangiz nima qilish kerak? Nuans. Ko'pchilik shunchaki bormay qo'ya qoladi. Bu esa eng katta xato. Agar siz sababsiz bormasangiz, pensiya to'lovlaringiz to'xtatib qo'yilishi mumkin. Qanday yo'l tutish kerak? Zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z sababingizni tushuntiring. Agar kasal bo'lsangiz, tibbiy ma'lumotnoma taqdim eting. Agar boshqa shaharda bo'lsangiz, bu haqda xabar bering. Ba'zi hollarda ularning ixtiyoriga ko'ra komissiya majlisini boshqa muddatga ko'chirishlari yoki hatto sizning ishtirokingizsiz hujjatlar asosida qaror qabul qilishlari mumkin.
Bu holatda siz ishonchli vakil orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. Albatta. Buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma kerak bo'ladi. O't, pensiya miqdoriga ta'sir etmaydigan qo'shimcha daromadlar. Ishlayotgan pensiyachilar haqida gapirganda barcha qo'shimcha daromadlar ham pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Bu muhim nuansdir. Istisno. Masalan, tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar agar siz yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz va o'zingiz uchun ishlansangiz, shartnoma asosida bajarilgan bir martalik ishlar uchun olingan gonorarlar yoki mulk ijarasidan olingan daromadlar pensiya miqdoriga ta'sir qilmasligi mumkin. Bu turdagi daromadlar mehnat stajiga ta'sir qilmagani sababli pensiyaga ham ta'sir qilmasligi mumkin. Qanday aniqlash kerak? Bunday vaziyatda har bir holat individual ravishda ko'rib chiqiladi. Eng yaxshisi hududingizdagi pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashishdir. Ular sizning daromadingiz turini va pensiya to'lovlariga ta'sirini aniqlab berishadi. 4 mintaqaviy farqlar va mahalliy tartiblar. O'zbekiston bo'ylab pensiya qonunchiligi umumiy bo'lsa-da, ba'zi jarayonlar va komissiya chaqiruvlari hududlarga qarab farq qilishi mumkin. Nuans, ba'zi viloyatlarda aholi demografiyasi yoki ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqib, ma'lum turdagi pensiyachilarga nisbatan tekshiruvlar yanada faolroq bo'lishi mumkin. Masalan, migratsiya darajasi yuqori bo'lgan hududlarda xorijda yashayotgan pensiyachilarni tekshirishga ko'proq e'tibor berilishi mumkin. Qanday ma'lumot olish kerak? Eng to'g'ri ma'lumotni o'zingiz yashayotgan tuman, shahar pensiya jamg'armasining bo'limidan olish mumkin. Ular mahalliy sharoitlarni va o'zgarishlarni yaxshi bilishadi. 5. Pensiya ortiqcha to'langanda qaytarish mexanizmi. Agar tekshiruvlar natijasida sizga ortiqcha pensiya to'langanligi aniqlansa, bu pullarni qaytarishingiz talab qilinishi mumkin. Tuzoq. Ba'zi pensiyachilar bu holatda juda xavotirga tushib, pullarni darhol qaytarishga harakat qilishadi, hatto qarz olib bo'lsa ham. Nuans. Qonun bo'yicha agar ortiqcha to'lov pensiyachining aybi bilan, masalan, noto'g'ri ma'lumot berish yoki o'zgarishlar haqida xabar bermaslik yuzaga kelgan bo'lsa, pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Biroq pensiya jamg'armasining o'z xatosi tufayli ortiqcha to'lov yuzaga kelsa, bu pullar odatda qaytarilmaydi. Agar qaytarish talab qilinsa, siz uni birdaniga emas, balki ma'lum bir muddat davomida bo'lib to'lashingiz yoki pensiyangizdan ushlab qolishlarini so'rashingiz mumkin. Bunday hollarda pensiya jamg'armasi bilan muloqot qilish va o'z huquqlaringizni bilish juda muhim. Ushbu istisnolar va nuanslarni bilish sizni keraksiz stressdan xalos etadi va to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar. Xo'sh, agar sizga chaqiruv kelgan bo'lsa yoki kelish ehtimoli bo'lsa, nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? Keling. Aniq va tushunarli ko'rsatmalarni ko'rib chiqamiz. 1. Qo'ng'iroq yoki xatni tekshiring va vahimaga tushmang. Agar sizga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, komissiyaga chaqirishsa, suhbatdoshning ismini, lavozimini va u qaysi bo'limdan qo'ng'iroq qilayotganini so'rang. Qo'ng'iroq raqamini yozib oling. Keyin darhol pensiya jamg'armasining rasmiy telefon raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qilib, murojaatning haqiqiyligini tekshiring. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki bank karta raqamingizni telefonda bermang. Agar sizga yozma chaqiruv kelgan bo'lsa, uning rasmiy blankada ekanligiga, muhri va imzosi borligiga ishonch hosil qiling. Unda komissiyaning aniq sanasi, vaqti va manzili ko'rsatilgan bo'lishi shart. 2. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Komissiyaga borishdan oldin sizdan talab qilinishi mumkin bo'lgan barcha hujjatlarni to'plang. Chaqiruv xatida qanday hujjatlar kerakligi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar ko'rsatilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qilib aniqlashtiring. Odatda quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Fuqarolik pasporti, asli va nusxasi, pensiya guvohnomasi, pensiya kitobchasi, mehnat daftarchasi, asli va nusxasi. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz yoki ish tajingizni aniqlashtirish kerak bo'lsa, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, TMdan olingan, agar nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, turar joyingiz haqidagi ma'lumotnoma, propiska xonadon daftari ko'chirmasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilish guvohnomalari. Agar oilaviy ahvolingiz yoki bolalaringiz soni pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, bank kartasi ma'lumotlari pensiya tushadigan. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, boshqa tegishli ma'lumotlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, sud qarorlari va boshqalar.
barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini olib borishni unutmang. Nusxalarni pensiya jamg'armasida qoldirishingiz asli sizda qolishi kerak. O't komissiya majlisiga boring. Belgilangan sana va vaqtda yuqorida tayyorlangan hujjatlar bilan pensiya jamg'armasi ko'rsatgan manzilga boring. Nima qilish kerak? Komissiya a'zolarining savollariga aniq va xotirjamlik bilan javob bering. Vaziyatni to'liq tushuntiring. Agar sizdan biron bir hujjat so'rashsa, uni taqdim eting. O'z huquqlaringizni biling. Siz komissiya majlisining bayonnomasini talab qilish huquqiga egasiz. Agar komissiya siz uchun noqulay qaror qabul qilsa, bu qarorni yozma ravishda berishlarini talab qiling. Bu kelajakda apellyatsiya berish uchun asos bo'ladi. Yodda tuting. Komissiya xodimlari sizga yordam berish uchun u yerda ekanligini unutmang. Ular sizning pensiya masalangizni hal qilishlari kerak. 4. Agar komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz. Agar komissiya sizning pensiyangizni kamaytirish yoki to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilsa va siz bu qarordan norozi bo'lsangiz, sizning shikoyat qilish huquqingiz bor. Qanday yo'l tutish kerak? Birinchi qadam yuqori turuvchi organga murojaat qilish. Bu pensiya jamg'armasining viloyat yoki respublika boshqarmasi bo'lishi mumkin. Siz yozma ariza bilan murojaat qiling va o'z fikringizni, dalillaringizni, shikoyat sababini batafsil bayon eting. Shikoyatingizga komissiya qarorini va boshqa tegishli hujjatlarni ilova qiling. Ikkinchi qadam sudga murojaat qilish. Agar yuqori turuvchi organ ham sizning foydangizga qaror chiqarmasa, siz sud tartibida o'z huquqlaringizni himoya qilishingiz mumkin. Bunday hollarda advokat yordamidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Sudga murojaat qilish uchun sizga komissiya qarori, yuqori organning javobi va sizning da'vo arizangiz kerak bo'ladi. 5. Doimiy ravishda ma'lumotlarni yangilab boring. Bu eng muhim profilaktik choradir. Agar sizning hayotingizda pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi o'zgarishlar yuz bersa, ishga kirish, ishdan bo'shash, oilaviy ahvol o'zgarishi, nogironlik holatining o'zgarishi, yashash joyining o'zgarishi. Bu haqda pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qiling. Qanday xabardor qilish kerak? Siz shaxsan pensiya jamg'armasiga borib, yozma ariza qoldirishingiz yoki ularning rasmiy veb sayti orqali elektron murojaat qilishingiz mumkin. Bu sizni kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan himoya qiladi va ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish talabidan xalos etadi. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz do'stlar, bugungi videoda biz pensiyachilar uchun dolzarb bo'lgan komissiyaga chaqiruv masalasini atroflicha ko'rib chiqdik. Umid qilamanki, siz kimlarga xavotirlanish kerakligi, kimlarga esa xavotir olmasa ham bo'lishi, shuningdek, qanday qadamlar qo'yish kerakligi haqida aniq tasavvurga ega bo'ldingiz. Asosiysi, vahimaga tushmaslik, xushyor bo'lish va o'z huquqlaringizni bilish. Har doim o'z pensiya jamg'armangiz bilan aloqada bo'ling va o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar bering. Pensiya bu sizning uzoq yillik mehnatingizning mevasi. Shuning uchun uni himoya qilishga va to'g'ri olishga haqlisiz. Bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. O'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning qanday holatlarga duch kelganingizni yoki bu borada qanday savollaringiz borligini bilish biz uchun juda muhim. Shuningdek, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga siz uchun yanada ko'proq foydali kontent yaratishga ilhom beradi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.